Assalomu alaykum shaxsan meni kuzatuvchilar. Mana bugungi ishimiz to'y komplekti bo'ldi. High-tech variantdagi mebel bo'lib chiqdi. Xudo xolasa. Ispaniyadan boshlaydigan bo'lsak, Ispaniyalarimiz, mana bellarimiz zakaz bo'yicha suyutinlik qo'yildi. Rozvetka, suyutinlik. Roliklar yaxshi qilib rolik rolikdan o'z topadigan. Bellarimiz neoishli variantda bo'ladi. Keyin paxlonni. Mana belimiz Ispaniyamiz xudo xolasa ko'tarilib tushirlar tog'on. Variant topadi. Keyin rejlarni qo'yib sezon rejlarni qo'yib qo'yasiz. Yarımız ham shu, yarım o'chadi. Zarechik qo'yib qo'yasizlar. Davutlik qatlamada. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimizning variantlari belimiz bilan polkali rejlarni qo'yib oldim. Belimiz meshikka. Seyflarimiz ham bor ichida. Hamma yaxshi rejlardan qo'yildi. Zerkalamiz ham farset chetlari. Mana bellarimiz ham ikki xona meshikka. Belimiz ham shu. Nasosli davutchik. Bellarimiz ham enerji rejlarni qo'yib oldim. Hem bir yaxshi rejlardan qo'yildi. Chetlar 100% bo'g'qa. Zakaz bo'yicha ishlab beraveramiz. Rahmat.